Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiya da sizga juruzi. Prezident Obama bilen Reis Xi Jinping söhbet ötküzüp atkanda. Geçen vatandaşım. Söhbet ötküzüp atkanda Reis Xi Jinping bilen Prezident Obama Washington'da söhbet ötküzdü. Söhbetleşti hem karlık hem karşılaşış. Mavzulu haber 4. ayının 2. günü Amerika avazının Xitay Tel programımızda ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Washington, yığın merkezi Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Obama bilen Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping halkara işlarda alakalışır. Mas işini küçeytiş koşuldu. İki taraf münasebetinin sağlam, muqim terakki kılışını ilgili söyleşke koşuldu. Reis Xi Jinping Washington'da yadro bexatarligi yuqori derecelikler yığını katnaşkanda Prezident Obama bilen söhbet ötküzüp mundaq korsatdi. Amerika bilen yeni tiplik çoğun devletler münasebetini terakki kıldırış. Cumhurbaşkanının taşqi siyaseti avval oylashadigan meseledir. Lekin iki devlet Janubi dengiz meselesida egilik huquq talash tartishida texmi elishdi. Bir-biriga yo'l qo'ymadi. Bu bir hal mushu masala bo'yicha iki devlet o'rtasida eg'ir ixtiloflarning mavjudligini oshkorlab berdi. Prezident Obama, Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping bilen yadro qurolları bexatarligi yuqori derecelikler yığını mezgilida söhbet ötküzdü. Prezident Obama söhbet başlanış bilan mundaq ko'rsatdi. Amerika tinch, muqim, gullangan Cumhurbaşkanının baş ko'tarishini qarshi oldi. Prezident Obama yana mundaq ko'rsatdi. Men vazife ötegen mezgillerde iki devletinin hamkorligini kengaytip, ixtiloflarni azaytish jarayonida ko'plagan sohalarda Cumhur bilan unumli xizmat qilib, Reis Xi Jinping bilan samimiy munosabat, unumli aloqa qilishish va hamkorlikni taraqqiy qildirishga izchil tirishchanlik ko'rsatdi. Reis Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Men Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birlikda yeni tiplik cho'ng davlatlar munosabati qurishni, to'qinishmaslik, qarshilashmaslik, o'zaro hurmat qilish, hamkorlashib o'rtaq g'alaba qilishni xohlaydiganligimni ta'kidlayman. Bu Cumhurbaşkanının taşqi siyaseti avval oylashadigan sohada va masaladir. Men Prezident Obama bilan aloqa qilishni kuchaytirib, zich hamkorlashib, ixtiloflarni o'z joyida tizginlab, o'zaro ishonchni kuchaytirishni umid qilaman. Prezident Obama iki tarafning Çavuşan meselesidagi o'rtaq manfaatini alayda tilga oldi. O mundaq ko'rsatdi. Men Reis Xi Jinping bilan birlikda Koreya yerim orolini yadrosizlashtirish uchun bexatarlik komitetining qarorlarini umumyuzlik yo'lga qo'yishga tirishchanlik ko'rsatdim. Amerika taraf Cumhur bilan ikki o'rtadagi ixtiloflarni so'zlashdan özüne kaçırmadı. Prezident Obama iki devlet o'rtasidagi ixtilofni aşkar o'tirib qo'ydi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Avvalgi o'xshashli kishilik huquq, internet, dengiz okean masalalarida eg'ir ixtiloflar mavjud. Sohalar bo'yicha ochiq yo'q fikr almashtirdik. Cumhur Cumhurga ve başka devletlerge o'xshashla Amerika'nın Asya, Tinch okean rayonida intayin zor menfaati var. Bizning şirketlerimizning aqli mulk iqtidorini qo'g'dashga cho'nqur diqqat qilamiz.
biz kishilik huquqqa ham shundoq e'tibor bilan ko'ngil bölümüz deb ko'rsatdi. Reis Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. İki devletning ba'zi sohalarda ixtiloflar to'g'risida ko'z qarashlarining o'xshamasligini e'tirof qilamiz. O mundaq dedi. O'zaro jonijan manfaat va ko'ngil bo'ladigan zo'r masalalar asosida ikki taraf suhbatlashish va maslahatlashish orqali hal qilish choralariga aktiv izlanishimiz kerak. Hadisli hal qilinmagan masalalarni qurilish xarakterlik boshqarib, xato tushunish, xato hukm qilishning o'rlab ketishdan saqlanib, Amerika Jungo hamkorligining vaziyatiga qoshilib paydo qilishning oldini olishimiz lozim.